Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Makkamizni qatoriga mana keldim. Turibman. Hozir bitta sotasini ochib, ko'rsatib, obzor qilib o'taman qo'ldan kelgancha. Qatorda turibmiz. Mana hozir bitta makkani qayiraman. Mana qayirdim. Makkani mana oldim. Dum bilan mana holatda akalar. Bitta shoxida va ikkita bo'lmasa bitta raqam maydasi 3 ta bo'ladi. Mana buni hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Mana bunday holatga kelgan. Mana makka. Ko'rishlaring mumkin. O'zi pishirib yeydigan bo'lib qolibdi o'zi makkani. Qayrib qozonga solib pishirsa ham bo'laveradi. Mana akalar makka holati. Mana shunaqa makka hozir shu holatda keldi. Kimga qanday, kimdir sal qattiq qo'ysan deydi mana. Mana sutlar chachirayapti mana. Mana ko'rishlaring mumkin mana. Sut bo'yapti. Mana shu makka, xudo xolasa pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz. Shu nomerlarga chiqsalaring, olib kelib joyida, paykalida, dalasida ko'rsataveramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan Vodiy kanalidan bo'ldik.